Tuzuv masala. Biz Qo'qonga qarab yo'lga chiqyapmiz. Bir blogerning to'yiga ketyapmiz. Jamoa a'zolari hozir yig'iladi va muzikachani qo'yib olib, sekin suramiz. Salom keldi mana o'rtoqlar. Kiring. Akvaringni o'ynasizmi? To'g'ri qildi. Ketarkanmiz deb bugun. Qo'qonni ballari yomon. Kurstoshim baraka topsin menga yastul olibdi uyda-da. Yotib ketarkanman-da jigarim. Yaxshilab plavni haydagin-da, chep orqada ketarlar. Mana yorim qo'qonli avlod. Sostavga Qirg'iy Al-Bashir qo'shildi. Alisa, aka, qo'qonlarni aylantirib kelarkanman-da. Benzinni biza qo'ydikda, abetasi ham bo'yinlar keldi. Li oltin mamtida yo'q ekan-da. Li 7 dinda dasturxonlar bor edi, tushib. To'yga borsang, to'yib bor deyishganlardek, endi tamaddi tayyor. Qanaqasi bor-ku, sen ichib aka? Bolam, bunaqa darajada bola borma. Bir kun senda, bir kun menda bu mashinalar. Zakaz qilib yuborganman, normal kurslar, boshqasi kelyapti samolyotda.